Assalomu alaykum. Trenddasiz dasturining ashaddiy muxlislari. Yana bir oqshomda xonadoningiz mehmoni bo'lyapmiz. Bugun ko'rsatuvimizda bir ajoyib insonni taklif qilganmiz. Bu insonni kelishi oson bo'lmadi, qaysidir ma'noda, to'g'rimi aka? Uzoq ekan-da. Qiynal bilan albatta. Salom. Xullas, bugun ko'rsatuvimiz mehmoni Abbosxo'ja Akramov. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Yaxshi keldingizmi? Rahmat. O'zingizlar. Kayfiyatlar qanday? Kayfiyatlar doimgidek chotki. To'g'ri syomkadan chiqib kelyapsizmi deyman-da. Soch turmaklaringizga bundoq. To'g'ri uyimdan chiqib kelyapman, endi turdim. Ha, yo'q. Endi turganda mana shunaqa ahvolda. Xo'p. Men shunaqa chiroyli turaman. Qoraqalpoq kelin nomli kontentni tomoshabinlarga taqdim etyapsiz va bu kontentlarning orqasidan ko'plab tomoshabinlarning auditoriyangizni kengaytiryapsiz. Bu Qoraqalpoq kelin g'oyasi qanday tug'ildi? Qoraqalpoq kelin rostdan ham Qoraqalpoqdanmi? Ha, Qoraqalpoq kelin, Qoraqalpoqdan. Bu Qoraqalpoq kelin g'oyasi taxminan bir 1,5 yillar atrofida oldin paydo bo'lganida. Nimaga? Endi sababi Qoraqalpog'istonga men ko'p borardim. Ijodiy safarlar bilan ko'p borardik. Endi bir ikkita ma'lum va noma'lum sabablar bir bo'lib qolgan. O'sha paytda keyin nimaga biz bir odammiz, bir qarindoshmiz-ku. Bitta yurtmiz. Men shu narsani media orqali hamma endi o'zini qo'lidan kelganchalik yordam beradi-da. Xalqqa, davlatga, men qo'limdan media keladi. Men endi Qoraqalpoq kelin serialini qilishimdan maqsad kelajakda tasavvur qiling, Qoraqalpog'istondan bizni bolalar uylansa. O'zbekistonga Qoraqalpog'istonliklar uylansa, qarindosh bo'lib ketsak. Siz qarindoshingiz bilan biror marta konfliktga borasizmi? Yo'q, bormaysiz. Bo'ldi, qarindoshlik rishtalarini yanada mustahkamlash uchun, do'stlik rishtalarini yanada mustahkamlash uchun men aynan shu Qoraqalpoq kelin serialini boshlaganman. Boshlagansiz. 1 yil davomida casting qilib, 1 yildan keyin mana shu qizni topganman. Demak, aktrisa topgansiz. Milyonlar ichida topganim. Nima qilyapsiz? Ko'zga qaramaysizmi? Nomeringizni bering. Ey, men Qoraqalpoq qizman. Ko'ringan odam qani? Nomerim beradi deb o'ylaysangmi? Bizlarda shaxs ko'rsa Sumiryev yurmay olib qochadi, ketadi. Sumiryev yurmaydi. Тоже мне. O'g'irladingmi? Menga mana shu qiz silishkim yoqib qoldi. O'g'irlaymiz. Qamalib ketasan, ey! Nima bunaqa bosib ketyapsiz, ha? Odam o'g'irlayapmiz-ku. Odam bu zaks urf odat bo'lsa kerak-yur. Mana keldik. Nima deysan oyingga? Savakka. Tushunsin-u. Ching. Mana shu bizni qani yuring. To'xta, bosma, uramal qani? Sansirama, ha? Mana senga urmo. Yuring, ketdik endi. Bizda urf-odat bor. Kelin kirmasa oldin o't chog'i kerak. O't qani? Abbos, birorta o'tin olib chiqing. Adres bor. A? Adres bor. Bizda isiriq olib chiq, Abbos. Voy, ona. Voy. Salom Bu ber. qiz kim bu? Sizga ona kelin o'g'irlab keldik. Voy, kelin ham o'g'irlab keladimi? Kiringlar. Odatlarimiz qayerda qoldi? Sovchilikka borishlar. Voy, sharmanda bo'ldi bu endi. Endi o'g'ilib qamalib ketadimi? Voy, nima degan gap bu? Mahalla kuyovsiga degan odam bo'laman. Voy, onajonim. Men o'zim sizga ichkarida tushuntiraman. Ketdik. Nima qilish kerak endi? O'tu kerak. O'ydim. Voy, o'zini uyida ketyapti. Voy, boshimga bitgan balo qildim. Endi nima qilamiz? Endi nima? Uydagilarga olib kelim kerak, aytuvim kerak olib qochganimni. Voy, o'g'irlaganim aytamanmi hozir? Ha, unda nima o'g'irlab keldi? Unda borib sovchilik qilib olib kelsam bo'lardi-yu. Voy, nimalar qildi? Aya. Yo'qot. Yo'qotolmayman, o'zi o'g'irlab kelib qo'ydim. Endi keliningiz bo'ladi. Qayerdan bu? Qoraqalpoqdan. Qoraqalpoq kelin? Yana bir savol shu joyda berishim kerak. Abbosxo'ja Akramov juda ko'p qizlar bilan ishlagan va juda ko'p kelishmovchiliklar bo'lgan. Aktrisalar bilan ishlash bo'yicha eng qiyin bir nima deydi, kapriz inson desak bo'ladi sizni aka. Bunga sabab nima aka?
Masalan, Nimaga bitta- sabab? Bitta qizni 1 yil qidiribsiz aka. Demak, bunga qaysidir mana kaprizni, o'zini, odamni, o'zini dunyo qarashi bo'lishi mumkin. Yo, endi men misol uchun Siz bilan ishlash Haqiqatda- shunchalik qiyinmi? yo ishlash bunchalik qiyin emas. Men yozgan ssenariyimga, men yozgan obrazimga to'laqonli tushadigan inson qidiraman-da men. Hali ko'p seriallarimizda bilasizku men. Ha. Bo'ladi, tushundim. Nechta puling bor? Ha. 300 ming? Ha, kirmalar. 800 ming qilasanmi? To'xta, bundaroq rolga 1 million. Bosh rolda bitta bor. 5 million berasan. Yana bitta bosh rol bor. Ikkalasiga o'zing berasan. 10 million san uchun kinolar. Yo, biz menda unaqa emas. Men o'sha o'zimni personajimni qidirib topaman. Shundan. Xo'p. O'sha udashni chiqadi. Xo'p, tushundim. Bundan oldingi qizlaringiz bilan, partnyorlaringiz bilan ishlashchi. Hammasi bilan shunaqa qidirib topish shunaqa jarayonda bo'lgan. Lekin baribir endi o'zingiz ham o'qigansiz. Inson yulduzlik kasali degan narsa bor-da. Ya'ni koronavirusga hamma chalindi-yu. Yulduzlik kasaliga ham chalinadi-da. U yulduzlik kasalligidan hamma ham to'laqonli o'ta olmaydi. Men endi bu gapni kovlash uchun aytmayman. Men umumiy qilib aytyapman. San'atda yulduzlik kasali degan narsa bor. U xalqimiz tilida kibr deyshadi. Ana shundan ko'pchilik o'ta oladi yoki o'ta olmaydi. Shu paytgacha hech kim o'ta olmagan. Haqiqatan ko'rganmiz o'sha Shahlo Alijonova bilan ham yaxshigina ijod qilgansiz. 7 yil ijod. 7 yil birgalikda ijod qilgansiz. U vaylar qaysidir noda ijtimoiy tarmoqlarda bum etib kirib kelganini men bilaman. Hozirgi kunda munosabatlar qanday? Shahlo bilanmi? Ha. Yo'q, Shahlo bilan turmushga chiqdi. Endi o'zi turmushga chiqishdan ham 3-4 yil oldin biz o'sha ijodiy faoliyat to'xtatganmiz, hamkorlikda, hamma o'zini yo'lida ijodiy ishlari bilan ketganmiz. Ha, yaxshi. Aka, misol uchun qarang, hozir mana shu qoraqalpoqlik kelin obrazida mana shunaqa yo'nalishda hozir Instagramda ijod qilyapsizlar. Shu ijodni qayergacha ko'ryapsiz? Yana qancha vaqt davomida ko'ryapsiz? Bu bo'ladi-yu, misol uchun o'z davri bo'ladi-yu. O'sha davrni qanchagacha ko'ryapsiz misol uchun? Shu 1 oy, 2 adashmasam oy, 3 oy, 4 oy. Kelishib gaplashinglar. qaranglar, mana Instagramda shunaqa narsa bor-da, misol uchun belgilangan qismlari bo'ladi. Har bitta kontentni mo'ljal qilasiz. Kim? Bitta, yo'q, shunaqa blogerlardan eshitganman-da. Misol uchun bitta yo'nalishdagi kontentni 8 qism yoki 10 qismdan keyin tugatiladi deb eshitganman. Sizlarda qanaqa bo'lgan? 8 taga Yo'q, reja qilingan 8 tagacha ketaveramanmi? Ketaverasiz. Yo'q. Bitta odam tug'ilibdiki, o'lgungacha bo'lgan hayoti bor. Hayoti Ha, bor. u hayotni har qanaqasiga ko'rsata olasiz. Men hozir shunchaki bir o'zbek yigiti qoraqalpoq qiziga uylangan. Shu oilani timsolini ko'rsatyapman. U oila Hali farzandli bo'ladi. Farzandli bo'ladi, qarindosh urug', to'yga bor, unga bor, farzandini bola maktab ketilaveradi. Ha, To'xtash yo'q bizda. To'xtash yo'q. Qachonki shartnomamiz tugasa, endi ma'lum bir muddatga yilga shartnoma qilamiz. O shartnomadan keyin agar yana davomiy biz bilan ishlashni xohlasalar, ishlab ketamiz. Bo'lmasa yo'q. zo'r. Mani bitta e'tiborimni tortgan jihat aka, mana kontent bo'yicha gaplashyapmiz-ku hozir. Oxirgi qismda Afruza bilan birgalikda hamkorlikda qildilaringiz va menimcha Afruzani ham qoraqalpoq tilida kuylattirdilaringiz oxirgi o'sha trenddagi qo'shiqni. Bu qanaqa Afruza opam bilan hamkorlikda ishlash qanday bo'ldi? Bittada chaqirganingizda kelib berdilarmi? Ha, bittada keldilar, chunki Afruza bilan biz o aristokratlar davridan, real Zekaura paytlarida. Zekaura o'sha Afruza qanday ko'tarilishni boshlagan bo'lsa, biz ham birga ko'tarishni boshlagan paytlarimiz, bir o'rtoq bo'lganmiz. Xo'jayinlari ham begona emas. Biz yaqinmiz, shuning uchun birozim iltimos qildim. Lekin aynan shu ssenariyni men Afruzaga adashmasam 7-8 oy oldin ham aytganman. Unda Beparosat xotin degan serial qilardi. Hali shunga chaqirganimda bilmayman, nimagadir Afruzaga yoqmaganmidi bilmayman. Endi hozir qoraqalpoq qizi qilib, sizda ham haligi ssenariy bor, o'shani ovoraylik, hozir joyi keldi desam, davay deb kelib syomka qildik. Afruza bilan ishlash qiyin emas. Shotki, endi agar u ham o'zi xohlab kelsa, shotki. Bundoq Voy, o'zi zo'rg'a turgan ekanda, birpas ikkat bo'pti. Xotinimni bosh kechasi bo'lib qopti. Bosh kechasi emas, qorong'i. Bor turib qara. Nima qilging kelyapti? Nima qilging kelyapti? Aytma. Yo'q, jemiyman. Men Afruzani ana qo'shiqni eshitgim kelyapti, ko'ra olmaslar ko'rib qo'ysin degan. Bo'ldi, mana televizorda qo'ydim. Yo'q, men shu eshitgim kelyapti, o'zi kelsin. Jon aka, nech pul desangiz beraman. Kelib beringlar endi Behruz aka, bolam uchun, o'zim uchun emas. Rahmat kelganingiz uchun, bolamiz uchun qani marhamat, eshit. Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin, bunday sevgi olamda yo'q. To'xtang. Jan,
Juvoy aytib bersin, bir zatlar bitib shertib aytib bersin. Endi sal shunaqaroq живой aytyapti, jinni. Shertib aytsin. Qarang, siz mani bolam puchuq bo'lishini xohlamaysiz-ku, to'g'rimi? Yo'q. Unda bir narsa chalib aytib bering, endi ishonmayapti-da. Mayli. Rahmat. Voy, ishlayotgan. Ishlaydi. Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q. Yulduz to'la tun aytsin bunday go'zal dunyoda yo'q. Qandaydir bir bo'rtilib bo'lyapmanda, betanisday bo'lyaptir. Sen qandoshing emas-bu, begona san'atkor. Qasimda o'tirib, do'stimday bo'lib aytib bersin. Iltimos, sal qo'shib beraman-da. Yo'q, gap pulida emas. Bolam uchun. Mayli. Yulduz to'la tun aytsin bunday go'zal dunyoda yo'q. Jon. Qasimda o'tiribdi-da, baribir betanisday-ku. O'zim tiringda qaralpoqshada aytib bersin. Voy, bu senga telefon kompaniyasi emas, qoraqalpoq tilini tanlash uchun ikkini bosing deydigan. Xohlasang anjancha aytib bersinmi? Ich qoralar ajab bo'lsin, bunday oshiq-moshiq bo'shim yo'q deb, a? Bilmayman-ku qanaqa. Qanaqa bo'ladi? Aytchi. Ko'ra olmaslar ko'rib qo'ysin bunday muhabbat hech kimda yo'q. Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday muhabbat hech kimda yo'q. Yulduz to'la tunlar aytsin bunday suluv dunyoda yo'q. To'xtang. Keling ikkovimiz birga uylarchi nastirib, shanglarni olib yurib aytamiz. Dedilar. Birga mana shu uyda yashagandek maytlarni artib, tozalab, birga qo'shiq aytaylik deyapti. Balkim so'z qilib birga yetarmiz. Ketdik. Yo'q. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, eson-omon qutulib oling, xo'p? Mayli, men ketdim, uzr. Kibr. O'g'ilmi, qizmi? Bo'ri o'tib ekan. Nima ekan ayting? Shunchaki qorinlaridan bo'lgan ekan. Qorningdan bo'lgan ekan. Shuncha vahima qildingmi? Shu o'rinda aka bitta narsani so'rab ketay. Haqiqatdan ham kontentlaringizga professional darajada mehnat qilasiz, baribir xarajat qilasiz. Sir bo'lmasa bitta kontentingiz uchun qancha xarajat qilasiz? Minimum har bitta syomkamizga eng kami 1 million 200 1 million 300 ming ketadi. 1 million 200. Chunki mana hozir mana shu do'zda ijodiy jamoadan eshitasiz, ikkalalaringdan tashqari mana 3-4 ta bola bitta ovqatlanishinglar bizga tushadi. Gumbadan tashqarida. Syomka qilish. Gumma emas. O'shandan tashqari. Bitta kafega bir o'tirib ovqatlanishingiz ham 800 ming 900 ming bo'ladi-da. Kamera bor, rekvizit, texnik, yo'l kira, benzin. Benzinimiz bor. Keyin qolaversa keladigan ko'p personajlarimizga men pul berib yuboraman-da. Berasiz. Demak, tekinga ishlatmaysiz. Yo'q. Agar tekinga ishlatadi deb kommentariy yozsa nima deb javob berasiz? Demak, u ishlamaganda. Ishlamagan. Zo'r javob mana. Yaxshi. Ijodga urg'u qarataman deyapsiz, lekin har bir insonni boshida og'ir kunlari bo'ladi. Men ijtimoiy tarmoqlarda ko'raman, bir aka shu ustaxonangiz, ya'ni o'sha servisingiz yonib ketdi. Yonib ketdi. Baribir qanaqa unaqa vaziyatdan qanaqa chiqdingiz, misol uchun bir to'xtatish niyat bo'ldimi? Bo'ladi-yu, shunaqa vaziyatlar, baribir qiyinchiliklar bo'ladi-yu. O'shanda nimadan motivatsiya olasiz? Kim motivatsiya beradi? Haqiqatda nimadan olaman deyman. Nimadan motivatsiya olasiz aka? Shuncha qiyinchilik, shuncha chig'iriqlardan o'tish baribir bo'ladi-yu. Men endi ochig'ini aytadigan bo'lsam, birinchi ichimdan o'tadigan narsa qadar deyman. Nasib deyman, bo'ldi. U misol uchun bugun qorningiz ochsa, qorin to'ydiradigan rizq o'zi bor, yozilgan, keladi. Shunaqa muammo keldimi, demak u muammoni qoplaydigan qayerdan ham plyus bor. Faqat yaxshi sabr qilish kerak. Endi oson bo'lmadi. Bir endi men qiyomatli do'stim bilan birgalikda ochganmiz-da. U ham biznes, ham qiyomatlik do'stligimizning ramzi sifatida-da endi. Yaxshiga yig'lab olganman ham, lekin o'sha biznes yonib ketgandan pulga emas. Mehrimga, mehnatingizga. Ha, pulga emas, u pul topiladigan narsa, lekin mehnat, qadr, qiymat yo'q, qiyin topilmaydi. Ha, shunda bir yig'laganman. Bitta yamanlar, bitta o'rtoqlarimiz bor, u yoq bu yoqdan yordam qilishdi. Endi aytyapsiz, bitta og'aylarimiz bor, yordam berishdi dedingiz. Endi yordam bermagan insonlar ham bo'lgan baribir, bo'ladi. Yo'q,
ular do'ljilar emas yordam berishga. Yo, baribir bo'ladi-yu, dolji emas, to'g'ri. Unaqa dolji emas, lekin baribir bo'ladi yordam shu insondan yordam kutasiz, lekin siz kutgan payt yordam bermasa baribir. Bo'ladi. Sizda bo'ladi-yu, qanaqadir qayg'urish bo'ladi, to'g'rimi? Sizda bo'ladi, menda bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Men yordam kutmayman. Yordam kutaysiz. Hech kim. Aka, So'ramayman hamda. Yo, o'zi shunaqa og'aynilarim bor, mana o'zi kurugimiz bor. Ikkita, uchta yaxshi kuruglar bilan yuraman men. Ular o'zi zo'r, shundoq ham qanaqadir muammoingiz bo'lsa, o'zi shundoq cho'ntagingizni solib ketadi. Ulardan so'rab ham o'tirmaysiz, ulardan kutmaysiz ham. Do'st degani, yaqin degani, do'ljin degani emas. qo'ldan kelsa yordam beradi. Apostga yetashmang, gap ko'rsalar. Yo'q, men tashakkarim yo'q, men ko'rsatib turayapsiz, suhbat qilyapmiz biz. Yana bitta savol bermoqchiman. Ko'chada suhbat qilaylik, o'zi gaplashib olaylik. Savol aka. Men bu oxirgi o'sha kontentingiz Qoraqalpoq kelini haqiqatdan ham boshqalarning kontentlariga nisbatan yarq etib, tomoshabinlarning e'tiboriga, e'tirofiga sazovor bo'ldi va kelgusida aka mana shunaqangi hali O'zbekistonda bo'lmagan bir yangicha yo'nalishdagi filmlar haqida bir o'ylab ko'rganmiz. Biz sizni nafaqat aktyor, rejissyor sifatida ham bilamizda. Ha, aytmayman. Aytmayman. Men hozir aytsam, yo aytaymi? O'zi Qoraqalpoq kelin qildim. Ha, rejada bormi? Nega kelin? Turkmaniston kelin, Turkman kelin chiqib ketdi-ku. Ha, yo'q, endi men u narsaga ja seryozni qaramayman. Ja hamma teshikka ham tiqib tashlash kerak emas-da, lekin o'sha yo'l qoldirmayapti-da. Bitta. Yo'q, demoqchi bo'lganim shunaqangi hali O'zbekistonda bo'lmagan bir kelgusi nechidir yillikda reja qilib qo'yganlaringiz bormi demoqchiman. Bor. Men har doim mana hozir mana beparosat xotin qilib boshlaganimda keyingi planim tayyor bo'lgan. Chunki kelishdi ketishi bor. Men har doim keyingi zarbaga tayyor turaman. O'sha o'rganib qoldim-da, zarba olib partnyordan. Keyingisi ham tayyor. O'sha obraz qilib kiyimlarga tayyor qilib qo'yib qo'yganman. Shu ana nima deydi? Qora kunlarga. Qora kunlarga. Zapas. Nimadir bo'lsa, salom deb chiqaveradi. Biza aka mana hozir Sherzod aytib o'tdi yuqorida, haqiqatdan ham juda ko'p aktrisalar bilan birga ishlagansiz. Shunaqangi holat bo'lganmi? Mana aktrisalar bilan ijodni boshlagansiz, lekin o'sha aktrisaning yaqin insonlari tomonidan, misol uchun Abbos bilan ishlamaysan degan joylari ham bo'lgan. Bo'lgan. Yo, mana bittasida mamlaqa bo'lgan, bitta partnyorimda unaqa juda ko'p ishlamaganman. Yigitini o'zi olib kelgan. Yigitini o'zi, aka yordam bering, ko'taraylik, ha, ishlaylik, men turaman, qo'nli, anaqa qilaman, men xohish shu ishlamoqchi. Bo'ldi, davay. Men faqat bitta er-xotin sistemada olaman. Ertaga rashk, pash degan narsa bo'lmasin. Yo'q, bo'lmaydi. Xo'p, bo'pti. 4 ta romantik video oldim. Yo'q, chiqmaysan, turib olgan. Ha. Men o'sha endi hozirgi mana bu Qoraqalpoq kelinda olayotgan aktrisa bilan munosabatlar qanday, to'sqinliklar yo'qmi u aktrisamizga? Yo'q, men dadillik jihatidan partnyorlarimni ichida eng dadili shu deb o'ylayman. Eng dadili. O'zi keskin qarorlar chiqara oladi. Shustri. O'zi. Men misol uchun shartnoma asosida ishlayman-da, men notarialni ishlayman. Yagona shuni o'qib turib bo'ldi aka deb tasdiq qo'l qo'yib yuborgan yagona shogirdim shu. Endi mendan necha yosh? 10 yosh. Kichkinamikin. Shartnoma qilamiz deb aytdingiz-ku. Misol uchun qaysidir hali chiqmagan aktrisalarni misol uchun o'zingiz kashf qilmoqchi bo'lsangiz, birinchi, ikkinchi qismlari shunchaki shartnoma qilish uchun proba uchun yoziladimi va undan keyin ko'riladi. Albatta, men endi chaqiraman, men aytaman, chunki saniya vaqtingni olish niyatim yo'q, o'zim ham vaqtimni olmayman deyman-da. Keyin ishlab ko'ramiz, ikkita uchta ishlab ko'ramiz. Agar xalqqa yoqsa, zo'r prosmotr bo'lsa, vakansiya ishlaymiz. Yaxshi qabul qilsa. Bo'lmasa davay dashidami. Yana bir mavzu bor aka, u narsa ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Bu Qoraqalpoqlik kelin mavzusi. Qoraqalpoqlik. Yo, to'g'ri ham aytdi. Yo, Qoraqalpoqlarning o'zida Qoraqalpoq deydi. Ularda shunaqa, yo'q biz o'sha Qoraqalpoqda bir hodisa bo'libdi, shu masalan shu Vayni ko'rishgandan keyin blogerlar gapirdi. Vaym emas bu, serial. Seriallarni o'tirgan joyimiz Vaym hozir. Insta seriallarni ko'rgandan so'ng Qoraqalpoqlik blogerlar, televideniyadagi insonlar bir gapirib chiqishdi sizni. Shunaqa vaziyatlar bo'libdi. Mana shunaqa bo'ldi. Mana bunaqa narsa bordi. Siz meni partnyorim tanimaysiz. To'g'rimi? Lishni tanimaysiz. Hozir men sizga yomon desam, endi meni taniysiz-ku, yomon ko'rib qolasiz. Men sizga yaxshi desam, yaxshi ko'rib qolasiz. To'g'rimi? Itaga shu u yoqda ham xuddi shunaqa vaziyat bo'ldi. Bir ikkita blogerlar, endi blogerlar men endi orqa baroddan eshitdim.
Men to'g'risi Qoraqalpoq qizini katta bloger qilib Qoraqalpog'iston uchun da endi. O'zini baribir yurtiga qaytadi-ku, o'zini joyini ko'taradi, borib o'zini xalqini blogeri bo'lib, yulduzi bo'lib yuradi. O yerdagi bir ikkita blogerlar ko'ra olmagan. Kontentdagi mana Qoraqalpog'istonning qadriyatlari, kelin o'g'irlash, keyin uyga olib kelish, qalin puli berish, qizni uydagilar kelish bu g'oyalar misol uchun qanday aniqlaysiz? O'zlari shunaqa deb aytadilarmi? Yo'q, men Yo'q, o'zingiz Bilasizmi ko'pchilik bilan urf maslahat odatlarini qilasizmi? siz? U yerning urf odatlarini. e'tibor bergan bo'lsalaring, 1 yil, 1,5 yil oldin bu ssenariy yozishni boshlaganman. Ha. 1 yil, 1,5 yil Demak, ichida o'rgangansiz. hali ChatGPT ham yo'q edi, u yozishni boshlaganimda. To'g'ri. Kattalardan so'rab, o'sha institutimizda ham qancha Qoraqalpog'istonlik ustozlar bor. To'g'rimi? O'shalardan so'rab, undan keyin ChatGPT chiqdi. ChatGPTdan so'rab, Kamolo, Juqori Kengash, hamma joydan so'rab, surishtirib, o'rtasini oldim. Mana misol uchun, mana bunaqa narsa bor. O'zbekiston bo'lsak, sizda bor urf-odat, Farg'onada yo'q. Yo'q. Qoraqalpoqda ham taksi shunaqa. Men eng qiziq urf-odatlarni terdim. Qoraqalpoq ham kichkina joy emas-ku. Taxta ko'pir degan tumanida boshqacha urf-odat bor. Umuman Nukusda boshqacha urf-odat bor. Shu eng qiziqlarni terdim. Bu yoqdan olganim bu yoqqa yoqmadi, bu yoqdan olganim bu yoqqa yoqmadi. Bo'pti dedim. Hammasini birlashtirdik. Ha, endi baribir Instagram bilasiz, 3 minut, 2 minutlik narsa. Bir kunlik voqeani 2 minutga sig'dirishga o'zi bo'lmaydi. Aka baribir ijtimoiy tarmoqlarda auditoriyat o'sha videolardan keyin baribir anchaga ko'tarildi, to'g'rimi? Albatta ko'tarildi. Har safar. Qoraqalpoqlik podpischilar ham qo'shildimi? 50 ming. 50 ming. 50 ming? 50 ming auditoriya Qoraqalpoqdan kirib keldi. Sizga kirib keldi. Hozirgacha. Hozirgacha bor. Yo'q, hozir 10-seriya qilgan bo'lsak, menimcha уже 80-90 ming bo'ldi. Chunki har bir kontentimdan 11 ming, 9 ming, 11 ming, 9 ming shunaqa kirib keladi. Kommentariyalardan bilib olsa bo'ladi-ku, Yo'q, statistikasidan ko'ra olasiz. Aka, baribir o'sha joyda Qoraqalpoqdan reklamalar chiqyaptimi, baribir reklama? Chiqyapti. Reklama chiqyaptimi? Reklama chiqyapti. Hammasini o'sha qizimizga yog'diraman. Qiz. O'zim olma. Zo'r, yaxshi. Aka, endi baribir bu mavzuda gaplashmasak bo'lmaydi. Abbos akani Pul topish. Yo'q, pul topish emas, aka, pulga qiziqmaymiz biz. Pulga qiziqmaymiz. Qanchalik? Biz ijodga qiziqamiz biz. Davay. Studentlik paytlarga qaraylik aka. Hay. Studentlik paytlarga qaraylik. San'at va madaniyat institutida o'sha rejissyorlikda o'qigansiz. Bilamiz. Juda ko'p ijodiy ishlarda qatnashgansiz. Qaysidir ma'noda o'sha Jahongir Xo'jayev bilan bitta kursda o'qigansiz. Ilhom akada. Ilhom Sodiq. Ilhom akada. Nilufar opada. Nilufar opayevna ustozlarimiz. Bilamiz biz bitta sababchi insonlar. Institutda o'sha masalan barib yurgansizlar, bir hech kelgan paytingiz qiyin bo'lgan ekan. Shifokor bo'laman degansiz, to'g'rimi? Yo'q, men o'zi meditsinada o'qiganman. Meditsinadan haydalib, keyin teatrallikka kelib, teatrallikda ham birinchi kursda men folklorga kirib, folklordan keyin rejissuraga menda boshqa imkoniyat bo'lmaganda, men qishloqdan kelgan bola bo'lganman. Bitta imkoniyatim bor. Rejissyorlik, aktyorlik yo'nalishining ballari baland. Folklor sal pastroq ekan. Endi to'g'ri ma'noda, bu to'g'ri qabul qilish kerak. Shu bitta o'q bor, to'g'ri tegish kerak, joyiga tegish kerak, folklorga qarab o'tdim-da keyin. Bu yoqqa kirdim, keyin 1 yildan keyin periood qilib bu yoqqa o'tib, alashib o'tirdim. Yaxshi. Aka, baribir men bilaman, Abbos aka o'sha san'at va madaniyat institutida kiraverishda bu nima bo'lganda, hozir ham bor, o'sha bekat, ostanovkada yotib qolgan paytlaringiz bo'lgan ekan. Bo'lgan. Qanaqa bo'lgan aka, u narsa qanday yotgan? Sovuq bo'lgan. Qanday yot? Men boshlaysiz, yuvgan kuningiz yomg'ir yog'adi-ku, odamlarda shunaqa bilasizmi? Kvartiradan haydalgan kunim yomg'ir yoqqanda. Ostanovkada mana shuncha ko'rpa to'shay, adyollar, idish tovoqlar, yelkada men bir ryukzak ham bor, katta, ichida kitob, balobatlarlar. Ostanovkada yotibdi bir kishi. Yomg'ir. Ostanovkani ham tomi teshib olgan. Hammasi yaxshilikka-da. Boshqasiga bormadingizmi aka? Yaxshi achishmaguncha shirin joy topa olmaysan deyilgan shunday. Shunday. Aka, baribir qarangda, hozir bir savol bermoqchiman. Bizning san'at va madaniyat institutida qaysidir bo'lganda juda ko'p o'sha sizlarni, o'sha Jahon akani, Jahongir akani o'rnak qilib ko'rsatishadi-da bizlarning kursdoshlarga. Mana chiqyapsanmi, bir-biringni qo'llab-quvvatlab, bittang chiqyapsanmi, kursdoshlariga qolib ketmasin, viloyatga qaytib borib, u yerda ijod qilmasin, viloyatda ish topolmagandan keyin boshqa sohaga kirib ketadi, Jahonga o'xshanglar deb aytishadi-da. O'sha bir-birlaringizni kursdoshlaringizni tortinglar, hammasi o'z yo'lini topishga harakat qilsin deydi-da baribir. Menimcha siz ham yordam bergansiz.
juda ko'p Ha, ko'rsatamiz. yo o'zi O'sha. mana bunaqa narsa-da. Ikkita kalla bitta qozonda qaynamaydi deydi-ku, bilasizmi? To'g'ri. Misol uchun jahon glavniy qilib olgan bo'lsak, endi jahonda tan olish kerak, imkoniyat darajasi biznikidan ancha yuqori. Bo'ldi, u glavniy. Jahon aytgan, bolalar meni podдержка qilinglar, maslahat tortaman degan. Davay deb jahon orqasidan yurganmiz. Jahon hamma bolani tortgan. Endi tortishda ham gap emas ekan. Gap eplab ketishda ekan. Hamma ham eplab keta olmas ekan. Qo'ldan kelgancha sababini qilar ekansiz, yordam berar ekansiz, odam vaqtida bo'lsa, o'zi eplab ketar ekan. Hozir sizni tanish-bilishchilik qilib boshqa bitta joyga vazir qilib qo'ysa eplab ketishingizga hech kim ko'zi yetmaydi-da. O'zingizdan. Baribir qachondir o'zingizda gap qoladi. Qachondir. Ana shu joyda o'zingiz bilan o'zingiz kurashasiz, yutib chiqsangizgina maqsadga erishasiz, bo'ldi, boshqa gap yo'q. Aka, o'sha aristokratlar haqida baribir teletomoshabinlarga qiziq. Motivator bo'lib ketibman, ha. Aka, zo'r gap. Keyingi onlayn kurslarimizda Aka, aristokratlar haqida. Bilamiz, aristokratlar konsert berishni to'xtatdi. Konsert berishni to'xtatdi. Bunga bir sabablarni bilamiz, qaysidir ma'noda. O'sha mablag', o'zingiz uchun mablag', Oila tomonlama o'paydi. moliyaviy tomonlama qaysidir ma'noda bilamiz, lekin baribir ijod uchun o'sha konsertlarni davom ettirish kerak emasmidi deb o'ylaysizmi o'sha? Har kimning o'zini qarori o'zi uchun to'g'ri. Ichida nima o'ylagan hech kim bilmaydi. Biz shu qarorga keldik. Sizlarga sabab qilib pulni aytdik. Ha, lekin aslida Yo'q. aslida boshqa narsa bo'lishi mumkin. Bor. Hammada har. Hammani o'zini ishi bor. Jahonniki boshqacha, dunyoniki boshqa, obodniki boshqa. Hammani har. Kontent uchun ham o'sha jamoa bir yig'ilib Bo'lishi mumkin. Men misol uchun ertaga umumiy jamoaviy ideya qilib chiqib hamma yig'ilsin, ideya bor desam yig'iladi ham. Вообще bizani ko'pchilik ajralib ketdi, urushib ketdi, tarqab yo'q, biz ajralmaymiz, bizning oqibatimiz chotki. Mana misol uchun mana shu yanvar oyida biz Baliga ketamiz, hammamiz to'planib. Aka, yana bir mavzu. Endi bilamiz, televideniya endi. Televideniyada bilamiz, ish faoliyat yuritgansiz. Mualliflik ko'rsatuvlaringiz bo'lgan, ijod qilgansiz, o'sha aktyor ko'rsatuvda qatnashmagan bo'lsangiz ham, lekin kadr ortida menimcha sog'inaman. Ishlagansiz. O'sha yerda ijod bo'lgan, Instagram bo'lmagan qaysidir ma'noda. Instagram yo'q, davrlar. Faqat shu efir uchun ishlagan paytlarda sog'inasizmi aka? Juda sog'inasiz. hozir yana pul deydilar. Chunki uchun u paytda- to'xtatgansiz desangiz, Yo. Yo'q, zamon zayli. Hozir televideniya shu ijtimoiy tarmoq bo'lib qoldi. Lekin ijtimoiy tarmoqlar to'xtatamiz, qaytinglarsa juvon deb qaytgan bo'ladi. Chunki u yerda sifat bor. Sifat televideniyada har doim sifat bor. Yana bir mavzu, aka, bir juda chiroyli she'rlar ijro qilasiz aka. Juda chiroyli she'rlar ijro qilasiz. Menimcha she'rlar yozib turgansiz qaysidir ma'noda. Seriallarga Ayam yozardilar she'r. Bir chiroyli she'ringiz bor, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan bu she'r. O'sha she'rni hozir teletomoshabinlarga bir ozgina bir sokin pauza qilib o'sha she'rni taqdim qilsam. Yana aytib bering. Yo'q, boshqa she'r bo'lsa ham bo'ladi aka. Boshqa she'r. To'yingizda aytib bering. Yo'q, to'yinda nimaga aytasiz? Yo, mayli. Men o'zi yaxshi ko'raman, ancha bo'ldi, baribir odam esdan chiqargandir. So'zlari o'zim ham esimdami ekan. Bu she'r nimaga menga juda yoqadi? O'zimizni, menimcha hamma farzandlar shu narsani o'ziga singdirsa bo'ladi. Ota bor, hammada otamiz bizni ravnaqimiz uchun hamma narsadan kechadi, boshqa biz har doim otadan o'zimiz bag'ati turamiz. Chunki otamiz oldimizda. Aytadi-ku, men otamdan boyman chunki men otam bor deydi. Dadam dadasi yo'q. Men dadam bor. Men ustunman dedi. Ha. Xo'p. Oliftasi bo'lsam kerak odamning. Har kun yangi libos olganim olgan. Men-ku boyvachchaman, ammo otamning egnidagi cho'pon bobomdan qolgan. Qo'shilib qolsam bas biror davrga. Tamom, hech kimga gap tegmay qoladi. Otamchi o'zini olib panaga jimgina hammaga quloq soladi. O'zimcha aktyorman, mashhur va ma'lum. O'zimcha qo'llarim ko'klariga yetar. Men shirin tush ko'rib yotgan tunlarim otam bug'doyga suv haydashga ketar. Garchi vaynlarni tushunmasa ham mening vaynimni ko'rib zavqlanadi u. Internetda ko'rinib qolsam mening o'g'lim deya faxrlanadi u. Kimning
kimligini bilmoq istasang, unga qalb ko'zingla qarab boq ekan. Angladimki, yaxshi aktyor bo'lishdan yaxshi o'g'il bo'lish qiyinroq ekan. Otam dunyodagi eng yaxshi odam. Yomon o'g'ildurman balki unga men har lahza sajdalar qilaman otam sog' omon o'tkazgan har bir kunga men. Dada sizni qattiq yaxshi ko'raman. Umrlarimiz uzoq uchun bo'lsin. maxsus Hammamiz. she'r gap bo'lishi mumkin emas haqiqatan. O'ziga moslab olibsiz aka. Endi har doim o'zgaradi. Keyingi ko'rsatuvda men boshlovchi bo'lib ketgan bo'lsam, o'zimcha boshlovchiman, mashhurman. Yaxshi, zo'r, ajoyib. Aka, hozir bizda bir shart bor. Muziki. Shart bor. Ashula aytib bering. Yo'q, qo'shiq ayta olasiz, bilaman. Davay. Shart shunaqangi iborat mana aka. Hech bir lag'mon yeb ko'rgan bo'lishingiz kerak. Tayoqchalar, sushi yeb ko'rgansiz, to'g'rimi? Mana shu hozir top-tokchalarni bunisiga olib o'tishingiz kerak. Sushi qilgan holda yana bitta qo'shimcha sharti bor. Telefonda suhbatlashishingiz kerak. Ham shart bajarib, telefonda suhbatlashasiz. Kimlar nima edi? Qoraqalpoq kelin. Dilok. Dilnoza. Dilnaz. To'g'ri qilamiz. Qoraqalpoqcha so'zlashingni endi aka. Qo'lingdan kelgancha. Ha, harakat qiling-chi bir. Qoraqalpoq kelin. Gaplashib, keyingi qismlarda qanaqa Olaveraymi bo'lmasam? Yo'q, gaplashib, faqat ko'targanlardan keyin. Ko'targanlardan keyin aka. Gudok ketsin, hech bo'lmasa. Alo. Va alaykum assalom. Dilnoz, qalaysan? Assalomu alaykum. Qalaysan? Yaxshimisan? Salomatmisan? Ne yapıyorsunuz? İyi. Ne Qoraqalpoqchada ne qilib o'tirsan? Sabah tayyorlayapman. Sessiyaga tayyorlik. Sessiyaga. Qara, xo'p, yakshanba kuni syomka bor. Bu safar Dilshoda bilan olamiz. Yaxshi. Sen hozir gaplayman. Sen faqat bu safar qaynona rolida bo'lasan. Bo'ldi. Qanaqa o'ynayman demaysan, xotin kim bo'ladi demaysanmi? Kim bo'ladi? Men bor. Nargiz opa xotinim bo'ladi bu safar. Yo'q, men bo'laman. Ha, bu shunaqa bo'ladi. Xo'p, o'zingda qanaqa oilalar bor endi? Yana qanaqa bir nimalar qilging keladi, ha? Anaqa so'ramoqchi edim. Qoraqalpoqcha birorta urf-odat qilaylik. Qanaqa urf-odatlar bor? Qiziq. Kelinlarning dugonalari keladi-ku. Ha, ro'mol solib. O'shani qilaylik. Keyin u qanday bo'ladi u? bizda mana bunaqa bo'ladi. Qarasa kelin dugonalar keladi. Ro'mol, tumisdan, shunaqa badarkalar bilan keladi. Qoraqalpoqcha gapir. Qarasa men so'rab kutib olaman. Ha. Ketib o'tiradi, uyda dasturxon joyib o'tiramiz deb. Ketib keyin kelin qizlarning arkasidan kiyib sizlarga nechib etdim deganman sizga. Nima dedi endi bu? Nima deysan? Endi mana shuni o'zbekcha gapir. Qizlarni orqasiga tepadi, mana bu. Mendan keyin sizlar ketinglar degan ma'noda. Orqasiga tepadi. Priyam tepasanmi? Endi tursan nomga qilib qo'yadi. Biz gul otamiz. Bizda ham qaytida, yo'q, bor bizda ham qayerdadir bor mana shunaqa. Yaqin. Bizda ham qandaydir bor. Bu faqat butun Qoraqalpoqda bormi yo qaysidir tumanlaridami? Yo'q, hammada bor. Hamma qilaveradi. Qiladiganlar qiladi. Qilmaydigan odam endi hamma har xil. Masalan, kimlarning dugonalari aytadi, men ketaman, menga qil deb turib, har xil so'z bilan qilinadigan narsa. Qara, o'shalar tepib o'tirmaginda, men o'rtoqlarimni chaqirib, bitta uylantirib yuborib qolaylik. Qachon chaqiramiz? Bo'lmasa men o'zim senga telefon qilaman. Dilog bo'ptimi? Xo'p, zvondayman. Telefon qani bitta urf-odatni bilib oldik. Mana bitta hozir bitta yangi ideya aka. Hozir bitta serial uchun ideya aka mana. Tug'ildi. Gap bilan bo'lib ular hammasini olib qo'yibman-ku. Zo'r. Yutdimmi? Sovg'an beringlar. Sovg'a bor. Sizni bundan oldin suhbat qilganimizda serial olaman, niyatim bor degansiz. Mana qilyapman. Yo'q, Instagramda emas. Katta serial, kino boshlayman. Rejissyorlikda o'qigansiz aka. Baribir bo'ladi-yu.
kattaroq masshtabli narsa. Kinoteatrlarda biz yaqinda kinoy premyera bo'ldi menimcha o'tgan yili ko'rdik. Rustam Sajiyev bilan ustoz bilan bir kinoda suratga tushdingiz. Baribir o'zingiz kino olib bir premyera qilish takliflar, niyatlar bor. Endi men o'ylagan kinoga hozircha men mistika janriga qiziqib turibman. Syomka qilib keldim. Qisqa metrajli qilib keldim. Qo'limdan kelgan. O'zim ko'rmoqchiman. O'zingiz uchun. Ha, qanaqa ощущение bo'ladi mana shu serialim degan. Kinoyim degan bir yarim soatlik 20 minutlar atrofida mistika narsa syomka qilib keldim. O'sha Qoraqalpoq qizi va o'sha institut bolalari. Endi men uni YouTube'ga qo'yib ko'raman. Birinchi propa qilib ko'raman. Undan kommentariyalar, ustozlar ko'rsataman, undan xatolarni to'g'rilab turib, yana bitta qilaman. Undan ham xatolarni to'g'rilab, keyin bitta katta qilib masshtabli qilib qilaman. To'g'ri. Zo'r. Boshda baribir zinaga pog'ona chiqishadi. Birdaniga chiqib u qilib tushgandan sekin-sekin chiqqan to'g'ri. Motivasiya bo'lsa. Motivatsiya, eyvoh. Stolga mana bunday qilib Mana bunday o'tiring. 1 2 3 tabletga mashq qil. Gap bo'lishim kerak emas. Haqiqatdan ham zo'r suhbat bo'ldi aka. Rahmat sizga. Sizga vaqt ajratib kelganingiz uchun o'zimizni minnatdorligimizni izhor etamiz, nasib etsin. Ochiqcha suhbat bo'ldi. 2026 siz uchun ijodiy tomonlama ham omadli, muvaffaqiyatli. Men niyat qilganman, bu yil meni yilim bo'ladi. 2026 to'ppa-to'g'ri. Siz yilingiz boshlandi aka mana. 25 oxirlaridan boshlandi, endi 26ni, 27ni, 28ni, 29, 30 gacha davom etsin aka. Nasib. Kalta 30 gacha qizg'anib, ag'iga nafs yo'q bo'lmadi. Menchi bir davr qachon keladi bevor. 30 gacha. Meniki 31 dan meniki boshlansa 30 gacha yetadi. Zo'r aka. Rahmat deymiz suhbat uchun. Bo'ldi, sog' bo'linglar sizlarga ham. Ijodiy parvozlar tilaymiz baribir. Yaxshi narsa hech qachon yerda qolmaydi. Yaxshi narsani har doim tomoshabini o'z muxlislari topiladi aka. Albatta. Rahmat sizga. Sizlar ham yaxshi narsa qilishinglar. kerak ekan. Yaxshi narsa qilishinglar tarafdoriman sizlarni ham. Rahmat. Zo'r narsalar qilinglar. Charchamanglar, muhimi harakat. Ko'pchilik aytadi, unday bo'pti. Ko'rsing, endi sizlarga balki shunaqa kommentariyalar ham bo'lgandir, boshqa productionlardan. Qilgan narsangiz sayoz, unday bunday. Yo'q, farqi yo'q. Muhimi harakat. Qadam qo'yyapsanmi? Demak, bir kun yugurasan. Shu kemadamiz. Rahmat. Demak, qadrli do'stlar, hurmatli teletomoshabinlar, Trendasiz dasturini dushanba kuni soat 19:00 da tomosha qilishingiz mumkin. Ko'rsatuvimizning asosiy giroy qahramoni Abbosxo'ja Akramov. Albatta, biz har doim sizga eng zo'rlarini, eng yaxshilarini tavsiya qilamiz. Bizni ko'rsatuvimizni ijtimoiy tarmoqlarda ham bemalol Telegramdan, Instagramdan, YouTubedan topib ko'rishingiz mumkin. Agar ko'rsatuvimizda kimni ko'rishni xohlaysiz, bizni ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimizga yozib qoldiring va biz o'sha inson bilan suhbat qilamiz va sizlarga taqdim etamiz. Xullas, Trendasiz. Trenddagi insonlarni sizga taqdim qilishdan charchamaydi. Salomat bo'linglar. Sog' bo'ling.